Olmang usta. Charchamayapsizmi? Üst boshga boribsiz. Ha shagir. Ha salomat aka, kelur. Hormang endi, usta, hormas ekan. Ha kim aytdi hormas ekan deb. Ko'chada muxlislaringiz aytdi-da. Ha salom aytib qo'ygan o'sha muxlislarga. Ha yaxshi. Ha turishlaring boshqacha. Sport bilan shug'ullanyapman-da, usta. Qana sport bilan shug'ullanyapsan? Ko'z urishtirish. Ko'z urishtiradigan bo'lsang, bunday qilib turibsan, kachoqlarga o'xshab. Qo'lim, buni aytyapsizmi yelkamda, ha? Qo'ltiqdagi narsa chiqibdi, tushirsam achitib deyapti. Ha, senga bir narsa bo'ladi o'zi. Shpanatlar zo'r, ha? Bir somsa qilib yeymi, usta? Bo'ldi, somsa qilaveramiz. Teng sherik bo'lib o'rtada qilaveramiz. Bo'ldi, shagir. Sen bo'lmasam 5 kilo go'sht, tayyor xamirlar sotadi, xamir olib kelasan, piyoz, o'tin olib kelsan, mendan gurgut, shpanat, tandir mendan. Voy, katta rasxod qilyapsiz. Ularni o'polmaysizmi, usta? Hech narsa bo'lmaydi, dobriyman, shagir.